Qizlar bilan dachaga bordik, lekin dacha Chorvoqda emas, Amerikada, Pensilvaniya shtatida. Bu shtat haqida bitta fakt aytib ketaman. Amerikaning birinchi poytaxti shu shtatda, ya'ni Filadelfiya shahri bo'lgan. Samolyotimiz erta tong sahar 6 da edi va Chikagodan Filadelfiya shahrigacha 2 soat uchdik. Kelgandan shunaqa asal mashinani ijaraga oldik. Amerikada hamma narsa shunaqa qulayki, aeroportda o'zida mashina ijaraga olib, xohlagan shtatingizga ketishinglar mumkin. Biz bormoqchi bo'lgan joy Pocono tog'lari edi. Manzilni saqlangiz qilib olinglar. Zavtrak qilganni turetskiy kafeshkaga kirdik. Aytgancha, ofitsiant menga Eron qizlariga o'xshaysan dedi. Oxirgi paytlarda shunaqa kommentariyalar ko'p olyapman. Yoki arabga yoki Eronga o'xshatish aslan nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada fikringizni qoldiring. Yo'lda shunaqa chiroyli manzarani ko'rib, mazza qilib ketdik. Afsus, kamera bu go'zallikni to'liq ko'rsatib bera olmadi. 2 soatlik yo'ldan so'ng va nihoyat dachaga yetib keldik. Dacha katta va juda shinam ekan. To'liq obzorni keyingi videoda ko'rsataman. Menga obuna bo'lishni unutmanglar. Keyin barcha qizlar yig'ilishib, ujin tayyorlashni boshladik. Sizlarga maksimal atmosferani ko'rsatishga harakat qildim, lekin shunaqa mazza qildiki, telefon haqida unutib qo'ydim. Yig'ilishimizning asosiy sababi dugonamning tug'ilgan kuni edi. Asal qizchara bo'lib fotosessiya qildik. Keyin esa stol nakrivat qilib, mezza qilib ovqatlandik. Shu payt shuni angladimki, hozir men kelajagim uchun unutilmas xotiralar yaratyapman va men uni aynan shunaqa go'zal, yaxshi insonlar bilan yaratayotganimdan juda ham xursandman. Barchalarga har bir soniyadan lazzatlanib, baxtli bo'lishinglarni tilayman. Sayohatim davomini esa keyingi videoda post qilaman.